Bizim finans katılımcılarımız bugün bizlerin Halk Bankası sistemasinden maliye bir konak 500 kredi pasportu boyunca tasdik ediyoruz. Maliye bir konak Qarabağistan Respublikası'nın Toshkent viloyati hududida ro'yxatga tutilgan faoliyat yurituvchi korxonalar o'z-o'zi band qilinib fuqarolarga beriladi. Bu kredit garov savdolar ham beriladi, to'slaydi. Fuqarolarga ham korxonalarga beriladi, o'z-o'zi band qilamiz. Bu da zaloglar ham beriladi. Mana bu yerda fuqarolarga 24%dan korxonalar 24%dan fuqarolar 25%dan beriladi. Milliy sumda fuqarolarga plastik kartasini sotib beriladi, 500 ming beriladi. Yetti korxonalar o'zining korxonasini sotib beriladi. Burada zalogning 80%dan keyin beriladi. Misol 100 millionga bozor bahosi 80 million kredit olamiz. Bu yerda kredit maqsadsizligini maqsadsiz uchun beriladi, biroq biznesda rivojlanish uchun beriladi. Muddati 6 oydan 6 oy